Agrobog'bon kuzatuvchilari barchaga salom. Shoftoli ko'chatlarimiz bog' qilishni boshladik. Akamizga qilib beryapmiz. Farg'ona viloyati Quva tumani Shirdir safhozida. Chuqurlarni bir ko'rsating, chuqurlarda holatini. Birinchi ko'chat tomirini asosiy o'q tomir kesilinadi, yon shoxlari ham kesib qo'yiladi. Yangitdan bunaqa ozuqa tomirlar chiqaradi. Ko'klashiga yaxshiroq bo'ladi. Chuqurligi mana normal holatda. Mana ko'minchi chiroyli qilib ko'mib bir qator yengil bosib qo'yiladi. Yana ustidan tortib qo'yamiz. Mana bu shoftolimiz ekib bo'lindi. Xudo xohlasa 2026-yil bugun 5-yanvar bo'lsa, 2028-yilga hosilini ko'ramiz, xudo xohlasa sizlar buni. Mana shu yerda 1 gektar joyga chiroyli qilib bog'layapmiz. Buni orasiga shoftoli bilan shoftolining orasiga yerdan unumli foydalanish uchun urug' ekib qo'ydik. Urug', danak, har xil mevali ko'chatlar urug'larini. Bu yil avgust oyida payvand qilishni boshlaymiz. Kelasi yil kuz oylarida mana shunaqa paytlarda mana shunaqangi tayyor ko'chat bo'ladi. Mana shu yerdan xudo xolasa 100 ming dona ko'chat olish niyatidamiz. Obunalikni bosinglar, bizni kuzatishni unutmanglar.